Kuni kecha Afg'onistonda 5.9 magnitudali zilzila yuz berdi. Yer silkinishi oqibatida Qobul shahrida kamida 8 kishi halok bo'ldi. Tabiiy ofat kuchi Afg'onistonning barcha hududlarida, shuningdek, Pokiston va Hindistonning qator manzillarida sezildi. Mamlakatda sodir bo'ladigan zilzilalar halokatli bo'lib, har yili o'rtacha 500 nafardan ziyod insonlar qurbon bo'ladi. Endi esa jahon sahnida yuz berayotgan shu kabi muhim voqea hodisalar tafsilot bilan xorij xabarlari sahifasida tanishtiramiz. Eron armiyasi ma'lumotiga ko'ra, Hormuz bo'g'ozi hududida AQShning hujumkor samolyoti urib tushirilgan. The New York Times nashri xabar berishicha, qiruvchi samolyot Hormuz bo'g'ozi atrofida halokatga uchragan. Hodisadan so'ng uchuvchi qutqarib qolingan. Bundan avval ham AQSh harbiy havo kuchlariga qarashli samolyot Fors ko'rfazi hududida halokatga uchragani ma'lum qilingan edi. Peru poytaxti Lima shahridagi stadion devori hamda inshootning bir qismi qulab tushdi. Futbol boshlanishidan oldin yuz bergan hodisa sabab kamida bir kishi halok bo'ldi. 47 kishi turli tan jarohatlarini oldi. Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri Juan Carlos hozirda yana 3 kishining ahvoli og'ir ekanini va qurbonlar soni ortishi mumkinligini bildirdi. Biroq stadionda o'tkaziladigan o'yinlar rejalashtirilganidek davom etishi ma'lum qilindi. Germaniyada 17 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklarga maxsus ruxsatnomasiz mamlakatni 3 oydan ortiq muddatga tark etish taqiqlandi. Safar maqsadidan qat'iy nazar uzoq muddatga ketmoqchi bo'lganlar ruxsat olishlari talab etiladi. Germaniya 2035-yilgacha o'z qurolli kuchlari safini hozirgi 184 mingdan 270 ming kishigacha ko'paytirishni rejalashtirgan. Yuqoridagi cheklov harbiy xizmatga layoqatli fuqarolarni nazoratda ushlab turish va safarbar salohiyatini ta'minlashga xizmat qiladi.